Assalomu alaykum. Kanalimiz obunachilari. Bizni muntazam ravishda kuzatib boradigan aka-ukalar, qo'y chorva ishqibozlari, mana bunday gigant elita sog'liq ishqibozlari. Akalar, bugungi videomizga bir partiya qo'y haqiqiy gigant variantlardan yetib keldi. Soni 10 dona. Haqiqiy polvonlardan yetib kelgan qo'ylar, qarang, jonivorlar. Ichida bir dona ona bolasi bor. Qolganlari suvoy sog'liq emas. Haqiqiy shu bo'ladiganlari zot yo'nalishiga 10 dona 10 xilidan. Jonivorlar o'ylagan oqidan ham bor, ko'kidan ham bor, sarig'idan ham bor, yashdan hammasidan bor. Mana o'ylar. Bolasi urg'ochi. Qo'zi. Opshi soniga qo'zi bilan 11 dona, katta qo'ylar 10 dona. Mana bunaqa zot yo'nalishiga ham bor. Qo'yni turidan bor. Videoni oxirigacha ko'rib, videoni boshlab videodan like tars bosib, kanalga yangilar obuna bo'lib tursalaring, xudo xolasa sizlarga chiroyli video obzor qilib chiqarib beramiz shu qo'ylarni. Hop akalar, bugungi sanalarimiz 1-fevral. Haftaning yakshanba kuni hammamizga qutli muboraklik kelsin. Bugungi videomizga mana shu bir partiya ozgina, sozgina qo'yimiz bor. Xudo xolasa qo'ldan kelgancha narxlari ham yengil bo'ladi. Ular yosh oyliga keladigan bo'lsak, 2 tish, 4 tish, 6 tishi ham bor bitta-ikkita. Birinchi, ikkinchi, uchinchi qoringa bo'g'az. Ona bilan onasi mana shu qo'y, oq qo'y. Mana ketdi jonivorlar, mana shu qo'yimiz, mana shu bolasi. Bolasi urg'ochi, yonidagi ikkinchi bolasi. Onasi ham katta qo'y, mana jonivor yuzini qarang. Taniq qo'y, mana shu jonivor. Bo'ylarga keladigan bo'lsak, ichida kattalari ham bor. Birinchida ketyapti oqbosh. O'ta katta qo'y mana shu ham jonivor. O'ta qo'pol ekan. 80 plus ko'rasizlar. Mana shularimiz 80 plus. Mana shular 80 chiqadi, lekin mana ular oq qo'ylarimiz 85 ga yaqin. 85 dan qo'ydik. Garbonasini qarang jonivorga. Qarang. Voy jonivor. Bormi ishqivozi? Ishqiga alohida baho berib qo'yamiz. Garbonasini qarang jonivorga. Negalar? Qo'ylarda opish ko'rinishi. Oq qo'ylarimiz ko'z doladigan darajada oq jonivorlar. Videoga ham turch bermayapti oq qo'ylarimiz. Quyoshga qarama-qarshi bo'lganda oqlar yaltiraveryapti jonivorlar. Mana bunaqa ichida zot yo'nalishiga ham mana shu qo'yimiz ham yuzlari o'ta tiniq, dumbalari tikka yeri dumbalar. Haqiqiy bo'laman deganlarda obunachlar. Mana bu ona bolani bolasi bonusga ketaveradi, xudo xolasa. 10 dona qo'y oldim deysiz, 11 dona bola yetib boradi uyingizga. Mana bu qo'yni kattaligini jonivordi. O'ta qo'pol qo'ygan mana shu. Oldi yelin tashab turibdi. Bo'g'ozli gancha bilinib qolgan qo'ylarimizda. Xudo xolasa narxiga keladigan bo'lsa, obunachlar bilan hammasini bir joyga olaman degan odamga bo'ladigan narxi 6 million 300 ming so'mdan ketaveradi. Optimiga. Ona bola ham shuni ishida. Tanlab olishga bo'lsa obunachilar kelishamiz. Ekrandagi nomerlarga shoshilib telefon qilib aloqa chiqarasizlar. Ishlaringni qo'ldan kelgancha bitiramiz. Xudo xolasa 6 million 300 ming so'mdan optimiga 10 donasini bir joyga bo'lsa neyman degan odamga ketaveradi mana. Ichida ajrataman deganlarga mana bunaqa 7,5 million 8 millionlik qo'ylarimiz ham bor. Ajrataman deslaring kelishilgan holatda bitta ikkita olaman deganlarga ham sotilaveradi. Shoshilib ekrandagi nomerga telefon qilsalaring ishlaring bitilaveradi. Qo'ldan kelgancha bitkazib, yetkazib olib berish xizmatlari bilan Toshkentgacha dastavkalarimiz bepul, undan uyog'iga kelishilgan holatda. O'zbekiston bo'ylab dastavkalarimiz bor. Videoni shu yerga ko'rganingizlarga bitta like tirs bosib, kanalga obuna bo'lib qo'yishingizdan tushmasin. Bizni kuzatishda davom eting. Xudo xolasa yana yangi partiyalarimiz keladi. Qo'ldan kelgancha ularni ham narxi hamma yo'g'ini yangi qilib chiqarishga harakat qilamiz. Sog' bo'ling, salomat bo'ling. Hammangizning chorvalaringga Alloh baraka bersin. Shunaqa qo'ylardan 100 ta baqish nasib qilsin.